Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Sezgi. Bugun men sizlarga bir insonni reklama qilib beramiz. Qani, let's go. What the fuck? Qidiruv bo'limiga kirib, Damas boy deb yozasizlar va qidiruv desasizlar. Mana shu yerda birinchi o'rinda chiqib turibdi. 919 ta obunachi, 99 video bilan juda tez ko'tarilgan ekan. Mana shu video mana shu yerda shortslar chiqaradi, postlar. Minecraft hech kim bu yoqtirmaydi, ko'ryapsizlarmi? Bitta o'zi ekan, xullas mana shunday nima xullas. Mana shu akkauntga shartta podpisani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Bugun nimaga mana bu Senzik Krisimga, mana bu Senzikimga video qo'ymayotganimning sababi bor. Chunki bunga video qo'ysam, qaranglar, bunga video qo'ysam, nima bo'lmayapti? Ko'p tanbeh olgansiz deyapti. Tushunmayapman, shuning uchun men shu akkauntimdan endi videolar chiqarishga harakat qilaman. Iltimos shunchaki podpis bilan obunani bosib qo'ysalar, qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqib qo'ysalar, juda katta minnatdor bo'lar edim. Hozir bunda 30 bitta podpischikim bor. Sekin-sekin 30 bittadan ko'tarilamiz. Shuning uchun obuna bo'linglar. Obuna tekin-ku, men buncha mehnat bilan videolar qo'yapman. Mana ko'rasizlar, hozir ham video qo'yaman. Ko'rib olinglar. Mana bu yerda videolarim qolmadi. Mayli. Shuning uchun bu videolarimni sekin-sekin men butda ham kommentariy va like'larni ham ko'paytiramiz. Agar bunda 6 ta nima bo'lsa, like bo'lsanglar, video qo'yaman. Agar 6 ta yoki 10 ta bo'lsa, komment ham portlatinglar, iltimos. Men shundoq videolar qo'yveraman. Birinchi bu yerda yuzimni ko'rsatib qilayotgan edim. Endi ham yuzimni ham nima Minecraftlardan video chiqaraman. Xullas, hammaga xayr obunachilar. Bugun men sizlar bilan Senzik bo'ldim. Yo'q, to'xtanglar, yana bitta odamni reklama qilishimiz kerak. Ikkinchi odamimiz bu Alex. Mana qidirib yozasizlar. Alex. Bunda pastroqqa tushsanglar, bitta topib chiqar edi. Chiqmayapti. What the fuck? Mayli. Bu bo'lsa Faster uzibini nimasini qilamiz. Faster pastki chiziq